Hozirda 500 mingdan hamda 600 mingdan aksiyada ketayotgan ushbu modellarimizning farqini ko'pchilik mijozlarimiz so'rashdi. Shuning uchun ikkala modelimizni solishtirgan holda video obzor qilib bermoqchiman. Qizil mototsiklimiz 2 yoshdan 4 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan. 20-25 kilogacha ko'taradi. 600 minglik modelga qaraganda kichkinaroq bu modelimiz. Bu modelimiz esa 5 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan. 30 kilogacha ko'taradi. Balonlari bunikiga qaraganda kattaroq hisob. Ikkalasi ham 12 voltlik, bitta zaryadida 2 soatdan 3 soatgacha harakatlanadi. Oldi chiroqlari chiroyli yonadi. Muzikalari bor, ikkalasida ham muzikalari bor. Bir knopka orqali oldi orqaga harakatlanadi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Agarda kimga ushbu modellarimiz qiziq bo'lsa, bemalol direct orqali murojaat qilgan holda buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi yoki to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.